Lazıxanın oğuşu və əsək bütün şayatkilə birlikdə akçam bizi texib yaxşı boğudak. Muş Risalat Hanım'ı tanıydıgan dostlarımız Ponunçik Risalat Hanım'daki resimni yollab bakınlar dostlarımıza. Nurgulluğan hanım kızlarımızdan nicatkar süfrede hem de şayarnayımızga Flora Tuğutin keyingi asli keltirish merkezini içip şunda xilama şu özünün şagirdinin içiş murasım qatnaş qılıp kipti. 23. dukan kan bu dukana? 23. dukan. Mübarek olsun hanım. Rahmet. Ondan bolsa şu barlıq ekran yüzüki dostlarımızga qısqacha bir tushuncha bergan bolsangiz mana to'g'risida. Tuğutin keyingi asli keltirish qandaq? Endi necha yilning oldida bu Tuğutin keyingi asli keltirish unda yo'q deychu. Hozir tuyuqsizlam Tuğutin keyingi asli keltirish desa bu bir tema amaliyotda bizga bak vadak qanday mazmun vadak deb adam başta o'ylab qoldi. Shu to'g'risida tushuncha bergan bo'lsangiz. Ha, bo'ldi. Men o'zim Şinjan Tepe Universitetining aspirantlik bitgan, mas'ul vrash. Ürümçide Joy doktorxona açma doktorxona başlığı. Biz başta 2021-yili şu ambulatoriya içib, anıtmış ambulatoriyanın tarmağıdaki bizning maxsus Tuğutin keyingi asli keltirish turimizni butun Abdunum rayonga kengaytib, hozir 31 dukan bo'ldi. Biz 23-sini endi 23-si mavi çayağı içildi-de. Endi bu yerda biz Tuğutin keyingi asli keltirishning muhimligini nemishqa deydi hozir xonim qizlar his qildi. Bu nemishqa modib ketganda mush xonim qizlarning ehtiyojiga asosan bu chiqdi bir narsachi. Chunki haqiqiy ehtiyoj bor. Nurg'un ayollardagi masalalar mush Tuğutin keyingi qilib qolganligini masalan bo'pmi? Hamma shinsayisining o'zgarib ketishi, go'zallikka ta'sir etadi. Anki tuqqandagi masalan sog'lomlikning yaxshi bo'lmas, masalan bel og'rish, qo'saq og'rish, yoki Tuğutin keyingi masalan xomushlik deymiz degan shunday masalalar. Endi bizning o'rnimizda qanday qilmisiga vaqtida birsiga uskun orqali asli keltirish bor. Endi bu hisobda butun hamda dunyoda moda bo'layotgan shu pindijini asli keltirish uskun orqali. Ananikin qo'saq tuz muskulning fujici fili deymiz, og'rilib ketishni asli keltiradigan turlar. Ananikin shofa deymiz, ananikin uskun orqali deymiz, ananikin bizning tibobatning paltirish deymiz. Mushu hozirgi bizning davlatimizning ichida bo'layotgan eng yaxshi Tuğutin keyingi asli keltirishning hammasi miyada bor. Hamda ba'zi ortiq turlarni men o'zim mush nechilik tajribaga asosan chiqarib Şunun hamda xatırcam kəsi buludu hamda doktorxonamiznikini əkelgan bolğan. Ondan olsa men baş Risalat xanımның danqın bek anlap ketken şu tordu qol bolğan Nafi DJ deymiz, Alfira deymiz. Bütünlüy yalnız to'p bolğan ekan baş Risalat xanımның qaşağı kelib Tuğutin keyingi asli keltirish yaxshi qilyotdi qo'y ular. Men hozir to'qul necha yil bo'lgan bo'lsam, mana shu dasturga azroq kengayib ketgandek bir xil o'zimizga iş bo'lib qoldi kechu. Ama o'zimni sizga topshirsam qanday? Albatta bo'ldi. Lazıxanın oğuşu və əsək bütün şayatkilə birlikdə akçam bizi texib yaxşı boğudak. Albatta bo'ldi, xatirjam kasaqlar bo'ldi. Onun üstüne biz tünügən yoki bulutdu paydo bo'lib qolgan emas. Biz məxsusmuş kasbni qilyot qilib 5 yil bo'ldi hozir. Shuningga biz intayin unumli usullar bilan müştəri sohasini kengayib ketishi, Fuji'nin filli bo'lib ketishi, pandijini bo'shab ketishi deganlarni pek yaxshi o'xshaymiz. Ondan bo'lsa, mash do'konda sizning kelishingiz bilan, sizning hurmatingizga bir faoliyat o'rlashtirib bergan bo'lsak, shayatki do'stlarimizga shunday taqozolik bilan ko'ryapti deyman. Ma'qul, unda bo'lsa, biz bunda qilaylik, bizniki 5 turli Tuğutin keyingi asli keltirish turimizni 188 qo'q bir qitim tiyan qilib baxsin. Agar xalqning degan hisobchi rost yaxshi kamolarninki desa, davomli qilsa bo'ldi. Bir qitimlik tiyan unumni ko'ra olamdi. Ko'ra oladi, ro'rus ko'ra oladi. 188 qo'ylan o'zinglardagi bir o'zgarishni ko'rib baqinglar xonim qizlarimiz. 5 turli asli keltirishni qilib qo'yamiz. Barliq mana shu Tuğutin burunqi kutinish deymiz, Tuğutin keyingi asli keltirish deymiz. Mushchatda bir sog'lomlikda maslahat oladi degan do'stlarimiz Shayanayimizning Junxay xalqi joylashgan Flora Tuğutin keyingi asli keltirish markaziga kelsanglar, barliq xonim qizlarimizdan o'zining mana shu boshqalarga aytamagan til qiyinchiliginglarni joyida hal qila oladi. Unda bo'lsa bu filmga ko'plab taqdim qilinglar. Rahmat sizlarga.